Assalamu alaykum. Uyghur televiziyasining aziz ko'rmanlari. Tor televiziyasining suhbat programmasiga xush keldinglar. Bugun biz Xalqaro qalamkashlar Uyg'ur markazining projekt mas'uli Aziz Isa Alkun efendim bilan suhbat elib bormoqchi. Aziz efendim, qanımız xush keldingiz. Va alaykum assalom. Xush bulduk. Tor televiziya suhbat programmamizga qadam tashrif qilganingizni qizg'in qarshi olamiz. Oldi bilan o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Men shu 20 necha yildan buyon Londonda yashab kelyapman. O'zim asosliqi shu 10 necha yildan buyon Xalqaro qalamkashlar Uyg'ur markazida idora hay'at a'zosi va bosh kotib bo'lib xizmat qilib keldim. Keyingi mezgillarda shu bir ish turi bo'yicha Uyg'ur qalamkashlar jamiyatiniki shu ish turida mas'ul xodim bo'lib xizmat kelyapman. Undan boshqa men asosliqi shu Uyg'ur tadqiqoti bo'yicha London universiteti sharqshunoslik institutida yordamchi tadqiqotchi bo'lib ishlayman. Xitoy raisi Xi Jinping Afrikadagi ziyoratini oxirlashtirib, Beijingga qaytmay Udul Sharq Turkistonning Urumchi shahriga tushgan. Bu nima uchun? So'zlab bergan bo'lsangiz. Endi Xi Jinping'ninki bu BRIC yani altın kış deb tercüme etti Uygurca. Muşu terakki qilgan yani sanoatlaşgan 7 davlatlar ittifoqi va iqtisodiy kuchlanayotgan 20 davlatlar gruppasidan keyingi qurilgan bu BRIC yani altın kış bu iqtisodiy birlik yig'iniga Xi Jinping'ning qatnashishi va Janubiy Afrikadan Udul Urumchiga qaytishi albatta buniki alayda bir siyosiy ma'nosi bor. Birinchisi Xitoy bilan G'arbniki siyosiy va iqtisodiy jihatlardan munosabatlarning yomonlashishi va Xitoy hukumatini va Xi Jinpingni shu Uyg'urlar qarta irqiy qirg'inchilik yurgizyotidi degan ayblashlarga qarta o'ziniki ya'ni o'ziniki xato qilganligini o'ziniki bu Uyg'urlarning vatani Uyg'uriston Sharqiy Turkistondagi Xitoy territoriyasi ekanligini va o'zining bu siyosatidan voz kechmaganligini dunyoga bildirmoqchi. Chunki Urumchi ya'ni vatanimiz Sharqiy Turkiston Xitoyning atalmış Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni xalqaro muomalalar bo'yicha xalqaro e'tirof qilingan tuproq Xitoy territoriyasida o Xi Jinping bu ziyoratini Afrikadan Urumchiga to'xtab qaytishi Beijingga bu demek bu zemin mening kontrolligimda, meningki boshqarishimda men bu siyosatimni o'zgartmayman. Uyg'urlar masalan Uyg'urlarda terrorizm harakatlari bor degan bir narsani bir sapsatani dunyoga jakarlab o'ziniki berayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlarni yoshirmoqchi va bu jinoyatlarni davom qildirmoqchi deb tushunsak to'g'ri bo'ladi deb qarayman. Urumchiga borgandan keyin dastlabki so'zda Uyg'urlar bilan bo'lgan muomalada texmi qattiq bo'lishini talab qilgan. Sizcha u yana nima qilmoqchi? Bu aniq hammamizga Xi Jinping'ninki kelib chiqish tarixidan uniki cho'ng bo'lish mezgillarini biz nazarga olsak, u Xi Jinping u bir qizil kommunist ailesida cho'ng bo'lgan, Mao Zedong bilan bir sapda ve 50-60 nima bu madaniyat inqilobi davrlarida nurg'un yezlarda tarbiyalangan demakki Xi Jinping'ninki
bu xalqaro munosabatlarga alohida diqqat qilgan. Shu xizmat chiqqan vaqtlardan boshlab, keyin Amerikada o'qigan vaqtlarda bo'lsin. Buniki shu Shi Jinping yangi vazifaga chiqib aytgan gapi bor. Bu Xitoyninki mutaxassislar bo'lsin, tarixshunoslar bo'lsin, Shi Jinpingning o'zi bo'lsin, ular shunga ishonadi. Ya'ni Uyg'urlarninki kuchli bir millat ekanligi. Uyg'urlarninki 5-10 yillik bu bostirish bilan yo'qolmaydigan bir millat ekanligi. Taki buni uzilib kesil Uyg'urlarninki madaniyat, diniy e'tiqod, kimlik bu Uyg'urg'um tava hamma narsalarni yo'q qilib xuddi murti jismi bir Uyg'ur ammo ruhiy dunyosi, tili, madaniyati tamamen xitoylashmagan qadar bu bostirishni, bu qirg'inni to'xtatmaydigan iborat bir bishoratni bermoqchi. Chunki Xitoy hukumati nihoyatda yana bir tarafdan qaraganda Xitoy hukumati o'ziga ishonch qilolmaydi. Ya'ni bu Sharqiy Turkistondek bu Yevropa, G'arb Yevropadan cho'ng zamonga ega yoki misol Angliyadan 7 cho'ng bu zaman. Xitoyniki yanılam 40% yaqin tabiiy boyliqlari vatanimizdan chiqadi. Mushaq bir zaminni tutib turishga ishonchisi yo'q. Chunki bu yerda Uyg'ur degan bir xalq yaşaydı ve bu xalq tava zamin u. Xitoy buni nihoyat yaxshi biladi. Shunga bu uzun muddatlik shu assimilyatsiya qilish, majburiy assimilyatsiya qilish, qirg'in qilish va davomli jazo lagerlariga solash shu jinoyatlarni davomlashtirmoqchi. Maqsad bu zaminga qarta Xitoy markaziy hukumatiniki va Shi Jinpingning ishonchisi yo'q. Chunki Uyg'urlarning hamon mustaqil bo'lib bu Xitoy hukumatining bu zulmdan qutulganligiga qutulib ketganligiga ularniki shubhasi bor. Ya'ni shunga ishonadi bular. Shunga buni qanday qilib oldinamiz? Masalan, bu Shi Jinpingniki shu dastlab o'tganimdek shu Angliyaniki Shotlandiya ve İspanya'daki Kataloniya nurg'ulg'an shu g'arblik mustaqillik davası qilayotgan millatlarninki tarixini aytib yashagan. Mesela misal aytsak Shotlandiya Angliya, yani Britaniya imperiyasiga tava bo'lib yashagan 500 yildan oshdi. Bu 500 yil davomida Angliya, yani ingliz tili qo'llangan inglizlar Shotlandiyaninki bütün tilini yo'q qilib etdi. Shotlandiya o'zining tilini so'zlashamaydi. Ular ingliz tiliniki yana bir buzilgan bir talaffuzda yerli talaffuz so'zlaydi, ammo o'zini Skot millati deydi, Shotlandiya millati deydi. Ammo ular mustaqillikdan voz kechgani yo'q, chunki demokratik bir muhit ularninki fikr erkinligi va mustaqillik davosini qo'llaydigan bir siyosiy muhit bor. Xitoyda buna bir muhit yok. Muhit bomban takdirde Xitoylar, Uyg'urlar hiç bir zaman o'zining mustaqillik orzusidan, erkin yashash orzusidan voz kechgani yo'q. Mushuna bir muhitda Xitoyniki mutaxassislar bo'lsin, tarixshunoslar bo'lsin, Shi Jinpingning o'zi ham bo'lsin, bu millatlar munosabatini nihoyatda bu yaxshi tushungan yoki maxsus musohada bular izlash olib borgan. Chunki bu mesela 2017 başlandı deyli, azrıq bo'layotgan irqiy qirg'inchilik 2023 yil bo'ldi hozir. Mesela hozir 6 yildan ortiq vaqt bo'ldi-da. Bundan burun sanoqsiz bunda qirg'inchiliklar ko'p bo'lgan. Endi bu chunki bu her 10 yılda, her 15 yılda bu şekildeki irqiy qirg'inchilikqa uchrayotdi Uyg'urlar. Bu chunki hozirgi madaniy dünya bundan artıq zararını qabul qilolmaydi. Hele hem Xitoyning shu jinoyatlari, Uyg'urlar qarta yurgan jinoyatlari, Shi Jinpingning bu siyosati, bu jinoyatlari Xitoy hukumatiga nihoyat ko'p ziyonlarni olib keldi. Iqtisodiyotdan bo'lsin, siyosiy jihatdan bo'lsin, bulubmi g'arbdagi demokratik davlatlar Xitoyning bu jinoyatlarga, bu bostirishlarga, bu qirg'inga qarshi
Bunda vaqtda Xi Jinping'deki ağığı qaysa, boşatsa, yak bu siyasetlerini, cinayetlerini toxtatsa, o'ziniki Xitoy davlati ichidami yetarlik masalalar mavjud. Ishsizlik masalalari, iqtisodning chekinishi, bunday sharoitda Xi Jinping hech bo'lmaganda shu g'arb bilan dushmanlik bilan birga Uyg'urlarni bostirish, qirg'in qilish bu siyosatni davomlashtirish orqali o'ziniki hozirgi siyosiy nufuzi va siyosiy o'rnini mustahkamlash va davomlashtirmoqchi. Xi Jinping yana terrorlikqa qarshi turishni kuchaytirishni talab qildi. Bu nimadan derak berdi? Bu o'xshash hozir deb o'tganda bu terrorni kuchaytirish degani bu bir sapsatamdi. Bu Xitoy hukumatiniki terror to'g'risida gap qilishi yoki terror kuchaytirishni deyishi bu Amerika boshlig'idagi ayni vaqtdagi 11-sentabr terror voqeasidan keyin Nyu-Yorkda yuz bergan. Bu xalqarada bir siyosiy bir harakatga aylangan bu terrorizm qarshi turish. Bu ishlar shu vaqtdan o'zi tugab bo'lgan. Ammo Xitoy g'arbniki sen qarshi turding, men terrorizmga qarshi turaman deb o'ziniki bir xilqi Uyg'urlarniki haqliq qarshilik ko'rsatish, haqliq norozilik bildirish bu hareketlerini terörün bağlap Uygurlarını cezalaş maksat. Bir yerde qandaqdır bu Xitay talab Xitay kelib terrorizm bu hareketler mevcut emas. Bu faqat Xitoyniki bir xalqarалық terrorizm hareketlerinden gerçi bunu 20 yılda aşkan bolsun şunu faydalanmakçı ve bu hareketlerden suistimal qilmoqchi. Başka bir ma'ni ifodalaymaydi Xitoyning bu harakatlari. Hammasi butunlay saxta bir siyosiy o'yin. Xi rayondagi turkiy millatlarning e'tiqod qiladigan islom dinini xitoylashtirishni davomlashtirish kerakligini ta'kidlagan. Aldaburun xitoylashtirib bo'lgan turuqliq yana nima maqsadga yetmoqchi? Bu Uyg'urlarniki dinini Uyg'urlarning islom dinini xitoylashtirish butkul Xitoy davlatida islom dinini xitoylashtirish bu nimadan derak berdi deganda demak bu yerda Xitoyda islom dini mavjud emas degan ma'noni bildirdi. Dunyoda qandaqmi bir dinni bir madaniyatga xoslashtirib bo'ladi yoki bir siyosiy anga siyosiy yoki o'ydirma bir harakatlarga yoki bir partiya yoki cemiyetga moslashtirib bu mumkin emas. Bu din meselesi bu e'tiqod meselesi. Mayli Hristiyan dini bo'lsin, mayli islom dini bo'lsin, Alloh yoki Tangri yaratuvchidan bo'lgan shaxslarniki mustaqil bir ishonch meselesi. Bu dinni xitoylashtirish, dinni sotsializmga qo'yib bu hamma butunlay sapsatda. Bu yerda bo'layotgan masala nima deganda, yana ham şu Uyg'urlarni Uyg'ur qilib turadigan diniy, milliy, madaniy hamma huquqlarni xitoylashtirmoqchi. Yana bu mundaq qilib aytganda, yana Uyg'urlarni majburiy xitoylashtirish, majburiy assimilyatsiya qilishninki siliq shaklda ifodalangan bir shuari deb aytsak bo'ladi. Chunki dinni yo'qtirib deyamaydi albatta Xitoy. Bütün dünya karşı turdi. Din yo'qsin deganning o'rniga dinni xitoylashtirsa balkim buni yaqinroq anglish mumkin. Maqsadning hammasi nima bu yerda? Shu Uyg'urda hamma narsani mavjud, hamma narsani Uyg'ur qilib turgan hamma narsani yo'q qilib bu millatni, bu Uyg'ur degan Xitoy qarshi turgan bu millatni bütün uzil-kesil xitoylashtirmoqchi va shu orqali Uyg'urlarningki zimini, Uyg'urlarning vatani Şarkı Türkistan'ı, Uyguristan'ı, Uyguriyani o'ziniki mangu ziminiga aylantirmoqchi. Onun başka ma'ni yo'q. Xi demokratik davlatlar tarafidan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi deb qaralgan atalmish Xinjiang siyosatini davomlashtirish orqali g'arbga jang e'lon qilgan. Bu nimadan derak berdi? Bugungi dunyo munosabatlari davlatlar o'rtasida munosabatlar nihoyat murakkab.
Hem jang e'lon qilgan deyamaymiz, ammo shuni deyalaymiz ki, Xi Jinpingning Uyg'urlarga yurgizgan irqiy qirg'inchiligi insoniyatga e'lon qilingan jang. Chunki dunyo Birleşken Milletler Teşkilatı 5'ten büyük bo'lganiga o'xshash, dunyomi hozir nihoyat kuchli holda g'arb va g'arb bo'lmagan davlatlar birligi shaklida nurg'un farqlar mavjud bo'lyapti. Masalan, necha qatimliq, 2-3 qatimliq Birleşken Milletler Teşkilatı'niki Xitoyni tanqidlab Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bo'yicha insonlari komiteti bo'lsin, boshqa Birleşken Milletler Teşkilatı başqa komitetleri bo'lsin, qo'yilgan ovozlarga qarab boqdik. Butkul musulmon davlatlari, butkul Yevropaning sirtidagi davlatlar Xitoyni qo'llaganlik bu masalada. Shunga bu hali qandaqdir bu Xitoy jang e'lon qilgan deb aytolmaymiz. Aytalaydiganimiz bu ya'ni Xitoyning bu qilayotganlari, Uyg'urlarga qarshi yurayotgan bu jinoyatlari, irqiy qirg'inchiliklar bu bir insoniyatga qarshi jinoyat. Va g'arbningki inson haqlari, millatlarningki barobarlik, o'z huquqini qo'g'dash va Birleşken Milletler Teşkilatı inson haqlari ahdnomasida qo'yilgan barliq ahdnomalarga xilof. Yana bir tarafdan aytganda bu bir jinoyat va bu vaqtda xalqimizning xabari bor, Londonda Dünya Uyg'ur qurultayiniki harakatlari bilan Londonda Uyg'ur soti ochildi va Yevropadagi London Uyg'ur soti va Yevropada bir qancha parlament hukumatlar Xitoy hukumatini Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik jinoyati o'tkazdi deb hukm qildi va shuna bir ifodani bildirdi. Demak, bu yerda hamda chunki bu jang e'lon qilish bu zo'r gap. Masalan, yaqindan buyon anglaymiz, bu davlatlar o'rtasidagi munosabatlar murakkab. Yaqinda Amerikaning tashqi ishlar ministri Blinken Xitoyga ziyoratga bordi. Hozir bugungi anglab turibmiz, masalan, Angliyaniki tashqi ishlar bo'yicha kotibi, yoki tashqi ishlar ministri desak bo'ldi. Cleverly hozir Beijingda mushtaq gap davlat o'rtasida munosabatlar. Bir kuni bir oyda Angliyadan bordi, bir oyda Amerikadan bordi, bir oyda Turkiyadan bordi, bir oyda O'rta Osiyodan bordi. Davlat o'rtasida munosabatlar bundoq. Shu bu yerda jang e'lon qilish degan narsa bugungi kunda mavjud emas. Mavjud bor narsa bo'lsa, ya'ni Xitoy shu xalqaro qonunlarga qonunlarga xiloflik qilmadi, jinoyat o'tkazmadi. Ammo shu aniqki Yevropa nurg'un davlatlar parlamentlari va Londonda ishlangan Uyg'ur soti Xitoy hukumatini va Xi Jinpingni Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik jinoyat o'tkazdi deb qaror qillik va ayblaylik. Bu jinoyatni Xi Jinping qutulolmaydi. Bu jinoyatlarni ig'irlashtirishdan ko'ra, bu jinoyatni to'xtatish kerak darhol. Uyg'urlarningki hayot bexatarligiga kafolat qilinish kerak. Bu yerda kishini umidlantirgan eng muhim nuqta bu garchi Yevropa va Amerikadagi nurg'un davlat parlamentlari, hukumatlari Xitoyni irqiy qirg'inchilik o'tkazdi, Uyg'urlarga qarshi deb bu bayonotni bildirgan bo'lsa-mu, shu bildirgan bayonoti va qaroriga tushliq amniy harakatlar az. Buniki bir masala, bir vaqa, bir masala, bir ish haqida bayonot bildirilgandan keyin u bir jinoyat bo'lgandan keyin cho'qim buning kuchli unumli tadbirlar olinishi kerak. Bu ish kishini umidlantirdi, chunki hozir hamda bu 6 yildan oshdi bu irqiy qirg'inchilik. Hozircha bu xalqimiz bir uchiq bir nafas elib bir kun bo'lsin rahat yashagani yo'q. Söhbətimizni şərt axırlaşdıraylı. Axırda Uyğur televiziyasiga vakolatan söhbətimizning yaxshi elib berilishi uchun kuch chiqargan Aziz efendimga rahmat aytaman. Sizga rahmat. Söhbət ağınızdan xoş buldum. Aman bo'lin. Ko'rinmanlarga sog' salomatlik tilayman. Keyingi sonda ko'rishguncha aman bo'linglar. Sizga rahmat. Aman bo'lin.